Bunaqa uyda yashash ko'pchilikning orzusi. Hozir sizlarga bittaman dubayskiy shokoladni ko'rsataman. Bu uyni sotib olgan odam hech qachon afsuslanmaydi. Qarangizlar, 74 metr kvadrat uyda umumiy maydon, 5-qavatda joylashgan liftlik 7 qavatlik dom. Uyimizning kirorish qismi har doimgidek bir boshdan ko'rsatamiz, tushunarli bo'lish uchun hol va mana bu joyda qarang. Zona oldiqa. Yumshoq mebellar qo'yilgan, stol bor jurnalni, televizor qo'yishga sharoitlar qilingan, dekorativ qilib. To'liq ta'mirdan chiqqan idealni planirovka. Bu tomondan shundoq ko'rsatasiz. Endi xonalarimiz tushunarli bo'lishi uchun bir boshdan ko'rsatamiz. Sal cho'zilishi mumkin, lekin arziydi videoni oxirigacha tomosha qilsangiz. Ayniqsa bugungi uyimizning lokatsiyasi Samarqand shaharining qoq markazida bo'lyapti. Pavorot hududi mo'ljal Samsung Center yoki kardiologiya больницasi ro'parasida. Hozir bu yerdan uyimizda mehmonxonasini ko'rib chiqamiz. Bu rangni qarangizlar, rangni, mebel ranglarini. Uy egasiga qoyil, fokusiga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli podbor qilingan mebellar va devordagi ranglar. Asosiysi hamma xonada deraza bor, gulxo'y xonalari yo'q. Devorlar atachentda, bu tomonda televizorlar qo'yilgan, lyustralarni ham ko'rsatib qo'yasiz. Gilamlar tashlangan uyga kirib yashash kerak bo'ladi. Hozir bitta uyda umumiy sanuzelni ko'rib chiqamiz. Marhamat. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Bugun hududimizda 24 soat bor. To'liq kafilda uyimizda hamma joyda istiqbol sistemalari qilingan. Va bu yerdan biz ota-onalar yotoqxonasiga o'tamiz. Marhamat. Ota-onalar yotoqxonasida mana spalnya qo'yilgan, tremolari bor, oynalari va shkaflari bor. Bu yerdan yaqinroq kelsangiz, hurmatli operator, balkonni ko'rsatamiz. Mana shu yarim quruq shaklda balkon bor. Mana shunaqa balkonda uyimizda 2 dona bo'lyapti. Oshxona qismida ham bor, bu yerda ham joylashgan. Mana pardalar bilan birga. Xo'p, navbatdagi xonaga o'tamiz. Bolajonlar yotoqxonasini ko'rsatamiz. Aytib o'tganimdek, hamma uyimizda deraza bor, xonalarimiz alohida, ya'ni xonadan xonaga o'tilmaydi. Marhamat. Mana bu yerdan bolalar yotoqxonasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda ham deraza bor. Bitta bolajon uchun to'liq sharoitlar qilingan, ko'rganingizdek, kravati, shkafi va partasi bor. Endi biz oshxonaga o'tamiz. Oshxona menga juda ham yoqdi. Qulay va kompakt. Qarang, bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun sharoit qilinyapti. Bu yerda deraza bor va bu tomonda uyimizda balkon qismi ham bor. Va qolaversa burchaklarda mana shunday unumli foydalanishgan. Ovqat pishirish uchun hamma qulaylik sharoitlar yaratilgan. Kriyosh mashinasi, vochka, gaz plita, mo'ykasi va mana bu joyda uyimizda bu konturni katyoli o'rnatilgan. Marhamat, istiqbol qilingan. Undan tashqari radiatorga ham joy qoldirib ketgan. Va mana bu yerdan bitta balkonni ham ko'rsatib chiqamiz. Mana shunaqa balkondan ikkita bo'lyapti. Samarqand shahar Pavorot hududi. Uyda umumiy maydoni 74 metr kvadrat, kadastr bor. Birdan nomimizga o'tadi. Ushbu uyimizga do'stlar $79,000 pul so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladi. Bu oxirgi baho emas. Agar kimga mana shunaqa uy yoqqan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib ushbu uyni baraka qilishingiz mumkin. Faqatgina naqd pul so'ralyapti va ko'p rassroshka, ipoteka yo'q. Videoga like bosamiz. Agar sizga shunaqa uy yoqqan bo'lsa, fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Hamma obunachilarimga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin qilamiz. Rahmat.